Assalomu alaykum. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz ichki sekresiya bezlarining tuzilishi va yosh xususiyatlari. Xo'p, ichki sekresiya bezlarini birinchi bir kod Bernal 1855-yilda ichki sekresiya bezlarini o'rganib, o'sha bu terminni fanga kiritgan. Ichki sekresiya bezlarining funksiyasi bu insonda muhim faoliyatiga ega. Asosan butun tanamiz, ya'ni organizmimiz gormonlar va nerv sistemasi orqali boshqariladi. Ichki sekresiya, ya'ni bezlari asosan endokrin bezlar bir qancha qismlarga, ya'ni joylashgan joyiga qarab bir qancha qismlarga bo'linadi. Miya bezlari, hop, bo'yin va ko'krak nafas bezlari, hop, qorin bo'limidagi bezlar va chanoq sohasidagi bezlarga bo'linadi. Miya bo'limimizda joylashgan bezlarga asosan gipofiz bilan epifiz bez kiradi. Bo'yin va ko'krak qafas sohasida joylashgan bezlarga qalqonsimon bez, qalqon oldi, ayrsimon bezlar kiradi. Qorin bo'shlig'ida joylashgan bezlarga me'da osti bez va buyrak usti bezlari kiradi. Chanoq sohasida joylashgan bezlarga esa jinsiy bezlar kiradi. Bu slaydimizda berilgan mana yuqori qismda, bosh qismida joylashgan o'sha gipofiz va epifiz bezlari, ularni masalan tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, hajmi asosan no'xatdek keladi. Ya'ni 0,5-0,3 mm keladi, lekin inson o'sha organizmida muhim ahamiyatga ega bo'lgan funksiyalarni bajaradi. Xo'p, ularni ichki sekresiya bezlarini ishlab chiqargan suyuqligi gormon deyiladi. Har bitta o'sha bezlar ishlab chiqargan suyuqlik gormon deyilmaydi. Masalan, quloq oldi, jag' osti, til osti bezlarining suyuqligi sekret hisoblanadi. Bularni ishlab chiqargan suyuqlik gormon deyiladi. Nima sababdan gormon deyiladi? Sababi ular to'g'ridan-to'g'ri qonga quyiladi. Shu sababdan ham ularni ishlab chiqargan suyuqligi gormon hisoblanadi. Qalqonsimon bez oladigan bo'lsak, ular bo'yin sohasida joylashgan tog' a'zo bo'lib, ichki sekresiya bezlari ichida eng kattasi hisoblanadi va inson organizmida muhim ahamiyatga ega bo'lgan, ya'ni yodni organizmda bir me'yorda taqsimlanishini nazorat qilib turuvchi bez hisoblanadi. Uni tuzilishini qaraydigan bo'lsak, bir qancha katakchalardan tuzilgan, ya'ni bular o'z navbatida har bittasi o'sha tiroksin va triiodtronin gormonlarini ishlab chiqaradi. Ya'ni organizmda qondagi tiroksinni o'sha miqdorini bir me'yorda ushlab turish funksiyasini bajaradi. Keyingi bezimiz buyrak usti bezi hisoblanadi. Buyrakning ustki qismida joylashgan bo'lib, u asosan adrenalin va noradrenalin gormonlarini ishlab chiqaradi. Adrenalin asosan nima qiladi? Adrenalin bu barcha organlar faoliyatini tezlashtiradi. Noradrenalin esa organlar faoliyatini susaytirish xususiyatiga ega. Buyrak usti bezi asosan po'stloq va mag'iz qismlaridan tuzilgan. Har bitta qismi o'ziga xos bo'lgan o'sha gormonlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni po'stloq qismida kortikosteroid, mag'iz qismida esa adrenalin, ya'ni sintezlanib o'sha ishlab chiqarilib turiladi. Gipofiz bezi bu yuqori o'sha bosh qismimizda joylashgan bo'lib, ponasimon suyakning tun egarchasida joylashgan. Asosan uni hajmi, ko'ndalang o'sha o'lchami, uning ko'ndalang o'lchami 10-17 mm, oldingi o'lchami esa 5-11 mm ni, vertikal o'lchami esa 5-10 mm ni tashkil etadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gipofiz noksimal shaklda bo'lib, o'rtacha og'irligi 0,12 gram keladi. Uning o'lchami bo'yiga 5-7-7,5 mm keladi. Keyingi bezimiz epifiz bezi. Epifiz yoki shishasimon tana ham deyiladi. Cho'zinchoq yoki bo'lmasa shishasimon shaklda, sharsimon shaklda uchraydi. Uning og'irligi katta odamlarda masalan 0,2 gram kelsa, uzunligi 8-15 mm keladi. Kengligi esa 6-10 mm. Qalinligi esa 6-10 mm keladi. Bu inson organizmida muhim funksiyani bajaradi. Ya'ni bu nima qiladi? Agar bu bez, epifiz bezi insonni o'sha bolani erta balog'atga yetishini uzaytirib turadi. Agar bu bez 7 yoshgacha o'sadi, 7 yoshdan keyin o'sishi sekinlashadi va to'xtaydi. Atrofiyaga uchrasa, agar umuman yo'qoladigan bo'lsa, bola erta balog'atga yetadi. Bu bolani erta balog'atga yetishini uzaytirib turadi.
Keyingi bezimiz me'da osti bezi. Me'da osti bezi bu aralash bezlarga kiradi. Sababi ham o'zini o'sha gormonni qonga qo'yadi, sekretini ham hazm yo'liga qo'yadi, hazm qilishga yordam beradi. Bu insulin gormonini ishlab chiqaradi. Insulin gormoni bizga ma'lumki, bu qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turadi. Agar bu o'sha gormon, insulin gormoni qonda kamayib ketadigan bo'lsa, unda qand o'sha glikogen holatda jigarda saqlamaydi, inson machchasi orqali tashqi muhitga chiqib ketadi. Bu ikkita gormon ishlab chiqaradi, ya'ni insulin va glukagon. Insulin o'sha glyukozani glikogenga aylantirib jigar hujayralarida saqlasa, glyukagon esa o'sha glikogenni glyukozaga aylantirib, ya'ni organizmda qachon glyukoza kerak bo'lsa, uni glyukozaga aylantirib beradi. Berish funksiyasini bajaradi. Keyingi bezimiz ayrsimon bez. Ayrsimon bez bu o'sha bo'yin sohasida joylashgan, asosan limfatitlar hosil qilish jarayonida ishtirok etadi. Bundan tashqari inson immun sistemasiga ham ta'sir qiluvchi bez hisoblanadi. Bugungi mavzuyimizda o'tiladigan mavzular shular asosan. E'tiboringiz uchun rahmat.